$8,5 1 kvadratiga oka sizga arendaga novostroykani tagida idealli joyi topib qo'ydim. 436 kvadrat ko'rayotganingizdek domimizni to'liq tagida joylashgan. Panoramli oynalar joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Hasanboy postdan 500 metr kirib kelganimizda shundoq yo'lni yuzida oldi tarafi ko'ryapsiz aka, parkovkalarigacha tayyor qilib qo'yilgan. Domimiz жилой, orqa tarafida kottejniy garadoklargacha tushgan, oka. То есть proxodimimiz yaxshi. Nimadir do'kon qilsangiz ham yoki qanaqadir современный do'konlardan qilib qo'ysangiz ham juda yaxshi joy. Ichkariga kiramiz, oka, bitta ko'rsataman. Qani bismillah. Kirib keldik, oka, ko'rayotganingizdek open space bo'lib turibdi. Bu joyimizni bemalol yoki to'liq olib turib ijaraga siz subarenda qilib ham, mayda-mayda do'konlar qilib ham topshirsangiz bo'ladi. Lekin bu joyimizni 100% to'liq topshiriladi. Yoki 436 katta desangiz yarimi berilishi mumkin. Agar yo ukam menga 436 kvadrat kichkinalik qiladi deydigan bo'lsangiz, yonimizda shundoq 881 kvadratli xuddi shunaqa dommi tagida joyimiz bor. Bu 436 kvadrat. Yonimizdagi mana bu domimizdan tegi 881 kvadrat, oka. Remont qilishingizga 2 oy, 3 oygacha kanikullari beriladi. Keling, oka, biznesingiz uchun bitta ko'ring. Mahalla ham katta-yu, Hasanboy postdan kirganimizda xususiy maktab, xususiy bog'chalarga ham menimcha idealli joy bo'ladi. Narxiga juda zo'r joyimiz. Primoy joyi egalarining telefon raqamini yozib qoldirdim.